Men go'shtchamni nima yeding? Boshqacha ekan seni go'shting. Mazali edi. Men tuymay qoldim endi. Men go'shtchamni yeb qo'yding hozir. Ha, shuncha katta go'sht yeding, hech narsa qilmaydi. Voy. Maftun, nima bo'ldi senga dugonajon? Alvido. Men o'lsam kerak. Suyaklarim mo'rtlashib, hech qayerim ishlamayapti, immunitetim tushib ketgan. O'shanda meni go'shtchamni yeb qo'ydi. Agar yemaganingda mana shu ishda bo'lmasdi. To'g'ri, lekin bu yerda tish doktori-yu, zubnoy. Kalla ishlaydimi? Doktor deyapman, doktor. Davolaydi. Ko'rmayapsanmi? Voy master. Nechildan beri navaraga zorman o'rtoq. Bu kelinim jonivoram, bitta chumchuq ham tuqqani yo'q. Ibi oyijon, men tug'aydim, qachonlar tug'aydim. 3 yil